O'simlarni himoya qilish bo'yicha navbatdagi mavzumiz cho'g' xo'jalik ekinlarining zararli organizmlarga qarshi kurash usullari, chora-tadbirlar deb ataladi. Ushbu mavzu darsimizni biz 6 qismdan iborat reja asosida o'tamiz. Birinchi rejamiz tashkiliy xo'jalik chora-tadbirlari, ikkinchisi agrotexnik chora-tadbirlar, uchinchisi fizik va mexanik chora-tadbirlar, to'rtinchisi o'simliklarning karantin chora-tadbirlari, beshinchisi kimyoviy kurash usullari, oltinchisi biologik chora-tadbirlar. Endi qishloq xo'jalik ekinlarining zararli organizmlarga qarshi kurash usullari, chora-tadbirlari tizimi bu yerda klaster usulida tasvirlangan. Ya'ni mana bu yerda markazda o'simliklarni uyg'unlashgan himoya qilish tizimi ko'rsatilgan. O'simliklarni uyg'unlashgan himoya qilish tizimi quyidagi usullardan tashkil topgan. Bu aytganimizdek tashkiliy xo'jalik tadbirlari, agrotexnik tadbirlar, fizik mexanik tadbirlar, o'simliklarning karantin tadbirlari, kimyoviy tadbirlar va biologik tadbirlar klaster usulida tasvirlangan. Endi har bir qarshi kurash chora-tadbirlari to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Birinchi, tashkiliy xo'jalik chora-tadbirlari zararli organizmlar uchun noqulay sharoitni vujudga keltirish va ularning ekin maydonlariga o'tishini kamaytirishga qaratilgan. Yangi yerlarni o'zlashtirish va ekinzorlarni kengaytirish, almashtirib ekishni joriy qilish, ekinlarni navbatlab joylashtirish, o'z vaqtida qarshi kurash chora-tadbirlarini rejalashtirish, ish haqi fonda ajratish, kimyoviy boyagi ximizatorlar brigadalarini tashkil etish, ularga kerakli bo'lgan apparaturalar, vositalarni jamg'arish va hokazolar bu tashkiliy xo'jalik tadbirlari bo'lib, tashkiliy xo'jalik tadbirlari bu yilning boshida amalga oshiriladi. Agrotexnik tadbirlar ekinlarda xavf-xatar tug'diradigan miqdordagi zararli organizmlarning sonini kamaytirishga qaratilgan. Zararkunanda va kasalliklarga chidamli bo'lgan navlarni ekish, sog'lom o'simliklardan urug'liklar olish va tayyorlash, ekinlarni almashtirib ekishda katta e'tibor qaratish, tuproqqa ishlov berish, o'simliklarni begonalardan tozalash, ekinlarni o'z vaqtida ekish va qator oralariga ishlov berish, ekinlarni muddatda sug'orish va belgilangan miqdorlarda oziqlantirish. Mana shular hammasi agrotexnik kurash chora-tadbirlariga kiradi. Endi navbatdagi fizik va mexanik sanitar tadbirlarga esa mana bu yerda demak ikkiga bo'lib ko'rsatilgan. Birinchi fizik. Don va mevalarni zararsizlantirishda past darajali haroratda sovutish, urug'larni infeksiyalardan zararsizlantirishda yuqori darajali haroratda isitish, yorug'lik tutishlaridan keng foydalanish. Bular hammasi fizik usul, ya'ni iliq suvda masalan 50, 60, 70, 80 gradusgacha urug'lik chigitlarni eritib, g'o'za gammoziga qarshi zararsizlantirish bu ham fizik usul bo'lib, termoobrobotda termik ishlov berishga yuritiladi. Bu ham fizik usulga kiradi. Mexanik usul daraxt tanalarini po'soqlardan tozalash, zararlangan shoxlarni kesish va ko'mib yo'qotish, zararkunandalarni yig'ib olish uchun eski qop yoki lattalardan maxsus belbog'lar tayyorlab qo'yish, kemiruvchi zararkunandalarga qopqonlar qo'yish, omborxonalarda saqlanayotgan mahsulotlarni quritish, ag'darish va shamollatish kabi usullar hammasi mexanik chora-tadbirlarga misol bo'ladi. O'simliklarning karantin tadbirlari. Bizga ma'lumki, o'simliklarning karantin tadbirlari davlat ahamiyatiga ega bo'lgan tadbirlar tizimi bo'lib, asosan xorijiy mamlakatlardan kelayotgan va mamlakatimizdan xorijiy davlatlarga chiqib ketayotgan mahsulotlarni hududlarda tekshirish, bu O'zbekistonning ichki hududlariga tarqalmasligini oldini olishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Tarqalishiga yo'l qo'ymaslikdir. Respublikamizda bosh davlat o'simlik karantin inspeksiyasi mavjud bo'lib, bugungi kunda o'simliklar karantini va himoyasi bosh agentligi deb aytiladi. Uning viloyat, tuman hamda barcha chegara postlarida, bundan tashqari aeroport va temir yo'l vokzallarida maxsus xizmat xodimlari faoliyat yuritadilar. Karantin tadbirlari asosan ikki xil bo'ladi. Tashqi karantin tadbirlari. Respublikamizda uchramaydigan zararli organizmlarning chet mamlakatlardan kelib qolmasligini oldini olishga mo'ljallangan tadbirlar. Ichki karantin tadbirlari respublikamiz ichidagi ayrim geografik hududlarda zararli organizmlarning boshqa hududlarga tarqalishini oldini olishga qaratilgan tadbirlar tizimi bo'lib hisoblanadi. Kimyoviy tadbirlar. O'simliklarni kimyoviy usulda himoya qilish, zararli organizmlarni yo'qotishda kimyoviy moddalar bo'lgan pestitsidlardan foydalanishga qaratilgan. O'simliklarni zararli organizmlardan himoya qilishda qo'llanilgan barcha turdagi kimyoviy moddalar bular pestitsidlar deb ataladi. Pestis so'zi bizga ma'lumki lotin tilidan olingan bo'lib, pestis zararli, ifloslik va sido o'ldiraman degan ma'nolarni anglatadi.
Zahar va zaharlanish haqida tushuncha. Zahar deb biron yo'l bilan juda oz miqdorda organizmga tushganda uning zaharlanishi yoki o'limiga olib keluvchi moddaga aytiladi. Albatta kimyoviy pestitsidlar, har qanday kimyoviy pestitsidlar bular zaharli moddalardir. Qishloq xo'jaligida barcha pestitsidlar zaharli hisoblanadi. Chunki ular faqat zararli organizmlarni emas, balki insonlarni, issiqxona hayvonlarni va inson-hayvonlarni va atrof-muhitni ham nima qiladi? Zaharlaydi. Zaharlanish deganda organizmga zararli modda ta'sir etganida organizmning normal hayot faoliyatining buzilishi, ya'ni uning kasal bo'lib qolishi tushuniladi. Kimyoviy himoya qilish usulining afzalliklari. Hurmatli tinglovchilar, kutilgan samaraga tezda erishish mumkin. Kimyoviy usulni qo'llab biz kutilgan samaraga tezda erishishimiz mumkin. Barcha qishloq xo'jalik ekinlarida zararli organizmlarga qarshi qo'llash mumkin.